Ozodbek Nazarbekov haqidagi turli xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalmoqda. Rasmiy izoh bormi? Gaplar qanchalik asosli? Eng muhim ma'lumotlar ushbu videorolikda joylashgan. Batafsil videoni o'tkazib yubormasdan hoziroq tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, to'yda Ozodbek Nazarbekov qo'shig'i uchun pul qistirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov to'y marosimida qo'shiq kuylab, unga uzatilayotgan pullarni olgani aks etgan video lavhalar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Sirojiddin O'sarov Kun.uzga izoh berdi. Uning ma'lum qilishicha, videorolik 2025-yil 25-oktyabr kuni vazirlik xodimlaridan birining nikoh to'yida tasvirga olingan. Vazirlik izohida qayd etilishicha, videoda Ozodbek Nazarbekov to'y ishtirokchilari tomonidan pul uzatilgan bo'lib, bu holat oldindan rejalashtirilmagan. Rasmiy munosabatda ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda fuqarolarning xohish irodasini omma oldida rad etish, ularni noqulay ahvolga solib qo'yishni kamsitish yoki mensimaslik sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligini inobatga olgan. Shuningdek, vazirlik to'y marosimlarida xonandalarga pul uzatish amaldagi qonunchilik bilan taqiqlanmaganligini ham eslatdi. Bu asrlar davomida shakllangan milliy urf-odat va qadriyatlarimizning bir qismi sifatida baholanib, xalq orasida orzu-havas tushunchasi bilan bog'lanib kelyapti. Madaniyat vazirligi Ozodbek Nazarbekov nafaqat vazir, balki taniqli o'zbek xonandasi ekanligini ham alohida ta'kidlagan. U O'zbekiston va Qoraqalpog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston xalq artisti, shuningdek O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi hisoblanadi. Shu bois to'y marosimlarida kuzatiladigan holat uning kasbi faoliyati bilan bog'liq vaziyat sifatida baholanishi lozimligi ham qayd etilgan, deyiladi ma'lumotda.